Homiladorlik vaqtida muzqaymoqni ko'p xohlash bu erkalik emas, tananing qaysidir signalni berishidan dalolatdir. Chunki sovuq narsalarni xohlash bu homilador ayollarda moddalar almashinuvining kuchliligi sababli uni bosishga harakat qiladi. Masalan, mevali muzqaymoqlarimiz toksikozlarni kamaytirib, uni bosishga ham yordam beradi. Shokoladli muzqaymoqlarimiz kayfiyatni ko'tarib, bosh miyadagi endorfin gormonlarini yaxshi ishlab chiqarishga yordam beradi. Ba'zida muzqaymoqqa bo'lgan talabning oshishi bu organizmdagi temir moddasining kamayganlik belgisi bo'lishi mumkin. Agar siz muzqaymoq xohlayotgan bo'lsangiz, demak bu normal holat. Lekin shu narsa yodingizda bo'lsin. Muzqaymoqni ko'p porsiyasi zararli hisoblanadi. Kichik porsiyalari esa zavq beradi. Hurmatli homiladorlar, bu videoni kimga jo'natishni o'zingiz bilasiz. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.